Dam olish kunlari O'zbekiston hududlarida kuzatiladigan, qaysi joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin bo'lgan viloyatlar ro'yxati e'lon qilindi. Shanba va yakshanba kunlari O'zbekiston hududlarida tayyor turing, yana yomg'irli kunlar boshlanadi. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Video roliklarimizdan har kungi dollar, ob-havo va qiziqarli ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun ozroq like bosib kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Diqqat qiling, O'zbekistonda dam olish kunlari havo harorati pasayib, ayrim joylarda yomg'ir yog'ishi kutilmoqda. 9-may shanba kuni hududning katta qismida yog'ingarchiliksiz ob-havo saqlanib turadi. Faqatgina Buxoro, Navoiy, Samarqand, Jizzax va ayrim joylarda kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat barcha joylarda 28-33 darajagacha pastlaydi. 10-may yakshanba kuni O'zbekiston hududining katta qismida yomg'ir yog'adi, ba'zi joylarda momaqaldiroq kuzatiladi. Ayrim joylarda kuchli yomg'ir yog'ishi mumkin. Nisbatan salqin ob-havo kutilmoqda. Kunduzi havo harorati 20-25 darajadan yuqori bo'lmaydi. 11-mayda Toshkent viloyati, Farg'ona vodiysi viloyatlarida kechasi va ertalab, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo viloyatlarida ba'zi joylarida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Qolgan hududlarda yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati 2-3 darajaga yana ko'tariladi. 10-11-mayda respublika bo'yicha ba'zi joylarda shamol tezligi 15-20 metr/sekundgacha, 9-10-mayda ayrim joylarda va ba'zi joylarda 23-25 metr/sekundgacha changli va chang-to'zonli ob-havo bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida vaqti bilan yomg'ir yog'adi. 10-11-mayda ba'zi joylarda kuchli bo'ladi, momaqaldiroq kuzatiladi. Sel suv toshqin hodisalari ham yuzaga kelishi mumkin. Toshkent, ya'ni poytaxtimizda 8-9-may kunlari yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat 8-mayda 34-36 daraja bo'lgan bo'lsa, 9-mayga kelib 30-32 darajaga pastlaydi. 10-mayda vaqti bilan yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq kuzatiladi. Havo harorati kunduz kunlari 20-22 darajagacha, 11-mayda esa qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. Harorat 23-25 daraja issiq bo'ladi, deyiladi xabarda. Hurmatli tomoshabinlar, video rolik ostiga like bosib, videoni yaqinlaringizga ham yuborishni unutmang.